Boshni fido ayla, ato qoshig'i, jismni qil sadqa, ano boshig'i. Agar biz Alisher Navoiyning ushbu misralari ma'nolarini tushunib yetganimizda, bu so'zlarning har biri uchun jamiki mol davlatimizdan voz kechgan bo'lardik. Alisher Navoiy turk adabiyotida xamsa yaratgan birinchi shoir hisoblanadi. Bu bilan u turkiy tilning qudratini butun dunyoga ko'rsatib bergan. Alisher Navoiy davlat arbobi bo'lgan, ammo mansabni boylik uchun emas, xalq uchun xizmat deb bilgan. U o'z mablag'lariga masjidlar, madrasalar, shifoxonalar va ko'priklar qurdirgan. Bu uni nafaqat shoir, balki buyuk homiy sifatida ham namoyon qiladi. Bir oycha bo'ldi shekilli. Farhod Shirinda qayta o'qib chiqdim, o'z adabiyot o'qituvchisiman. Pensiyadaman. Shu bir oycha oldin bir o'z ko'rib chiqdim. Farhod Shirinda. Yana bir ma'lumot, Navoiy hech qachon uylanmagan. Umrini ilm, ijod va xalq xizmatiga bag'ishlagan. Alisher Navoiy asarlarini oxirgi marta qachon o'qidingiz? Alisher Navoiy asarlarini o'zi birinchi kursman, yaqinda o'qidim. Tug'ilgan kun kelayotgani uchun oldin maktab paytimizda ko'p o'qirdik o'tgan yillari. Yaqinda bir takrorlab oldim. Alisher Navoiy faqat o'tmish shoiri emas, balki bugungi kunimizga ham yo'l ko'rsata oladigan buyuk tafakkur egasidir.